Azizlar, biz go'zal yo'lamaga kirib keldik. Mana Fransiya. Hozir pastga tushamiz. Pastda qor yo'q. Bahor. Hozir tog' tepasida Alp tog'laridamiz. Mana shunaqangi vaziyat. Ya'ni qish hukmron. Lekin yana bir 30-40 kilometrdan keyin bu qorlardan asar ham qolmaydi va xudo xolasa issiqqa kiramiz. Ana shunaqa azizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb kirib oldik mana Fransiyaga ham. Ana endi bu yoq perevallar. Shu bilan tushib, xudo xolasa 36 ga o'tib ketamiz. Joninglar sog'-omon bo'lsin bo'lsin, barchaga yaxshi kayfiyat. Juda ham chiroyli manzaralardan o'tdik, lekin qorong'i bo'ldi-da. Sizlarga ilinolmadim. Boriga shukr. Barchaga yaxshi kayfiyat, yaxshi dam olinglar azizlar.